Men bir ogiz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkama-yelkamdan pastga sirgaldi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga urilayotgandek edi. Men uni birinchi marta ko'rganimda ko'zimga juda oddiy ko'rindi. Shu qadar sodda va bexavotir nigohlari bor ediki, yuragimda hech qanday xavf uyg'otmadi. Ammo aynan o'sha bexavotir nigohlar yuragimni butunlay egallab olishini hech o'ylamagandim. U Jamshid, 26 yoshda, men esa 34. Boyimda bolam yo'q, ajrashganman. Uni esa bu holat qiziqtirmasdi. Menga yoshing emas, yuraging kerak, derdi u. Bir kecha dugonamning tugilgan kuni. U yerga bormoqchi emas edim, ammo ichimda nimadir meni itarardi. Men ozgina pardoz qildim, qizil ko'ylak, oddiy toqchigarang kurtka. Qoshlarimni sekin tortdim, yengil atir purkandim. Yuzimda hayajon, yuragimda ehtiyotlik bor edi. U meni birinchi bo'lib payqadi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. U qarab turardi, to'xtamay, iltifotsiz emas, lekin ochiq nazar bilan. Sizni ilgari ko'rganmanmikan? Men jilmaydim. Ehtimol tushda. U kuldi. Suhbat boshlandi. Tun esa kechga aylandi. Kecha esa orzu bo'ldi. Bayram tugagach u meni uyimga olib bordi. Mashinasida jim ketdik. Faqat fon musiqasi va yuraklarimizning urishi. U yo'lda to'xtadi. Derazadan sovuq shamol kirardi. Nafasini bo'ynimda his qilganimda butun vujudim bugun ketkim kelmayapti. Bizning o'rtamizda bir qarichkina masofa bor edi. Sekin quyi soldim. Agar hozir sochlarim yuzimni butun dunyom portlab ketishini bilardim. Ushladi. Lekin men qo'llari hayajonli edi. U men tanamdan issiqlik otganini sezdim va bu uyimga chiqib bir piyola choy ichasanmi? Katta qulash va eng yuksak parvoz emasligini u ham men ham bilardik. Alaykum, qalbimga yaqin qadrdonimizda xona iliq edi. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. U esa paltosini yechib divanga o'tirdi. Sizlarga shunchaki romantik meni tomosha qilar, ko'zlarida istak porlardi. Bugun men sizlarga aql va yurak o'rtasidagi eng shafqatsiz jangga aylanib ketgan, o'rnidan turib menga yaqinlashib olov haqida so'zlab beraman. Sochlarimni orqaga surdi, yuzimga qaradi. Ediki, u mening qo'llari belim yondirib, kulidan mutlaqo yangi bir chiroyli bo'lasan. Agar bir ogiz gap aytishga ulgurmadim. Yurakni tilkab lablarini labimga tekkizdi. Insoniy kurashlar avval sekin, so'ng ehtirosliroq, qulayroq joylashib, qo'llari yelkama-yelkamdan pastga sirgaldi. Bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Balki har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga urayotgandek edi. Men orqaga tisarildim, lekin u mening qo'limni tutdi. Qo'rqma, faqat mehr. U meni ohista yotogimga boshlab bordi. Oramizda faqat yurak tovushlari. Ko'zlarimiz gapirardi. Men hech qachon o'zimni shunchalik ochiq, ammo xavfsiz his qilmagandim. U menga ohista yaqinlashdi. Lablari yelkamdan bo'yin chetimga tushdi. Nafas olishi yuragimga urilardi. Qo'llari ehtiyotkor, ammo ishtiyoq bilan tanamni o'rganardi. Ko'zlarimni yumdim. Tanamda issiqlik to'lqini yurib ketdi. U kiyimlarimni asta yechardi. Har bir tugma bir ehtiros, bir ishonch edi. Men hech qachon bunchalik jismoniy yaqinlikni ruhan to'liq qabul qilmagan edim. U menga so'zsiz sevgi berardi. Tanamni, qalbimni quchardi. Har bir nafasida meni his qilardi. Harakati tez emas, lekin chuqur edi. U menga: "Seni hech kim bunchalik sevmagan, tog'rimi?" Men faqat ohangraboday. "Ha", dedim. Tong otganida u meni bag'rida quchib yotar edi. Sochlarimni silab sekin opardi. Ko'zlarimni ochdim. Uning ko'zlari menga qarab turardi. "Kechagi tun", dedi u, orzum edi. Men indamay faqat quchdim. U meni quchoqlab peshonamga lab tekkizdi. U tanamni emas, qalbimni yengib olgan edi. Endi men boshqa edi. Yuragimda uyg'ongan ayollik, istak va ishonch faqat unga tegishli edi. Bu oddiy sevgi emas edi. Bu kechikkan, ammo to'liq bo'lgan ehtiros edi. Bu odamni ichidan eritadigan, uni boshqa odamga aylantiradigan tuyg'u edi. U bilan men qayta tugildim. Ba'zida bitta tun butun umrga o'z izini qoldiradi.